umr nima umr aslida bir yumalom tugmachayu tugmadan sal kattaroq yo'q yana bir nimachayu beshigimning oldidan qabrim oldigacha yo'l men ketarman bir kuni navolarim torim qolur beshigimning oldidan qabrim oldigacha yo'l men ketarman bir kuni zor yig'lamon torim qolur bu uzun hicron yo'lidir bu uzun azob yo'li har sahar kulib chiqib yig'lab qolsa azob yo'li kim uchun gunoh yo'lidir kim uchun savob yo'li har nadil har biriga ortimdan iqrorim qolur yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun Allah uzoq umr bersin siz uchun baxtimizga omon bo'ling biz uchun tavallud kuningiz muborak baxtimizga omon bo'ling biz uchun tavallud kuningiz muborak 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 tavallud kuningiz muborak bahor chechaklari bo'lsin armug'on siz nurli insonsiz baxtli begumon bayramni qutlayman bo'ling shodumon bu kun didorga bir bahona sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona shukrona kun bugun bo'lsin shohona tavallud kuningiz muborak shukrona kun bugun bo'lsin shohona umrlari uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin. Hammasi baxtimga sog' bo'lsin. Faridajon 100 yoshlarga kir. Ilohim ayajoning sana baxti kamolingni ko'rib, farzandlaring baxtini ko'rib Damat bilan qo'shiq qariga Faridajonim, Onatizimjonim tabriklayman ilohim. Hamisha sog'liklaringni ko'rib yuring hammalaringizda. Hech qachon g'am ko'rmanglar bolalarim. Biz ko'rib olmishimiz. Nima bo'lsa qo'lini oyog'ini qo'liga olib chopadigan ko'rib olmish sog' bo'ling. bugungi tavallud kuningiz muborak bo'lsin opajon juda ham sog'inganman sizni ayajon katta rahmat hammamizni quvontirasiz ilohim quyoshdek porlang osmon kulsa oyi o'shadir kamon uchsa yoyi o'shadir odamlarning boyi o'shadir hayot bo'lsa kimning bobosi nimaga niyat qilgan bo'lsangiz ikkovlaringiz birgalikda erishing farzandlaringizni rohatini ko'ring nasib bo'lsa to'ylar qiling biza xizmatda bo'laylik amajon tarbiyalaymiz rahmat onajon. Ona qanday bo'lish kerak desa, hammaga nishona sifatida sizni ko'rsatgan bo'lardim. Olisda tursangiz ham har bir xonadonni hol ahvoldan so'raysiz. Katta rahmat. Hech qaysi bir tug'ilgan kunlar, o'tirishlar sizni mehringiz, e'tiborsiz bo'lmaydi. Kattakon rahmat onajon.